Diqqat! O'zbekiston fuqarolariga jiddiy ogohlantirish. O'zbekistonda endi dekabr oyida ob-havoda jiddiy o'zgarish bo'lishi kutilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan. Birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! O'zgidromet agentligi 3 dekabr kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Harorat kechasi 4 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Havo harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo bulutli bo'ladi. Kechasi harorat 2 daraja sovuq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona va respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo bulutli bo'ladi. Kechasi harorat 3 darajagacha sovuqqa pastlaydi. Kunduz kunlari 8-13 daraja iliq bo'ladi, deyiladi xabarda.